Bugungi dasturimizning mehmoni ijodkori Oybek Tohirov. Taklif qilamiz. Dilber kolunda sazı, her nalasında nazı. Naz üzere işk razı, közü xumar kuylar, çirtib tutar kuylar. Hayratlantirdingiz, xo'jayin yozib, qarab qo'ydilar. Hozir ustoz ijodkor Ortiq Otajonovning ovoziga o'xshar ekan-a? Go'zal ijro. Juda ham xursand. O'zi aynan ustozlar ijodga bo'lgan muhabbatni sezdik-da hozir. Shaxsan men o'zim ajablandimda, Ortiq akaning ovoziga o'xshar ekan deb qo'ydim. Oybek aka sizdan iltimos qilmoqchiman. Hozir men choyni bejizga esga solmadim. Lablarni kuydirdi deb bilmadim. Shu qo'shiq repertuarda bor-a? Bor. Demak, sizlar uchun Oybek Tohirov go'zal qo'shiqni taqdim etadilar. Osmoningda oy bo'lib, bag'ring nurga to'ldirsam, piyolangda choy bo'lib, lablaringga kuydirsam. Marhamat, qarshi olgaysiz Oybek Tohirov. Mashrab kabi kuyingda bo'lib barqi tajalli, qolmay asarim xoh inonma. Oybek Tohirov minnatdorchilik izhor Rahmat. qilamiz. Ajoyib ijro bo'ldi. Gap bo'lishi mumkin emas. Go'zal ijro.